Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha yana sizlar kelib kelgan Shoduxon Gamer va bugun sizlar bilan birgalikda Counter o'yinini mazza qilib o'ynaymiz. Agar video yoqsa videoga bitta like bosib kanalga obuna qo'yamiz. Va keyin do'stlar bitta narsani aytib qo'ymoqchiman, kanalimizda prosmotrlar juda taralmayapti. Shuning uchun sizlarga shuni iltimos qilmoqchi edim. Davay mana bu yerdan pistoletdan mana buni sotib olamiz va sniper kerak bo'lmaydi. Bombalardan esa mana buni sotib olamiz va buni ham sotib olamiz. U kerak bo'lmaydi va mana olsak bo'lar ekan. Mana shuni olamiz. Menga olinmadi. Malakalar bizga farqi yo'q. Nimagadir olinmayapti akalar. Olinishi kerak edi, lekin to'g'risini aytganimda mana. Bo'ldi, mana olindi. Hidraman hozir. Buncha mo'ljalga olish ham qiyin. Davay, otib hammasini. Do'stlar, bu o'yinni ham 100% bilgan bo'lsalar keyin, bilmaganlar bo'lsa, o'rganuvchilar uchun aytyapman buni. Bilmaganlar bo'lsa endi nima qilsin, to'g'rimi? O'yna olmayman deb. Endi buni bilmaganlar dunyoda yo'q bo'lsa kerak, hamma Counter ham o'ynasa kerak, to'g'rimi? Endi PUBG o'ynaganlar ham borki, to'g'rimi, oramizda. Davay nusxamiz judan. Davay otsangchi, buncha joyni cheksiz buni. Davay mana buni ham olamiz, otamiz deyish. Davay otamiz. Bo'ldi, ketdi. Davay mana buni ham suqamiz. Ikkalasi bitta bo'lib otyapti. Ya'ni boshqa birovnimi? Ikkalasini ham bitta deyildim. Mayli do'stlar. Videoni to'xtatmayman. Shunchaki aytdim. Mana bu yerdan o'g'irlik qilib boramiz. Ko'ruvchi. Hech kim qolmadi. Davay ana otib tashlaymiz. Davay ot hammasi qaraydi. Davay. Davay mana buni ham otib tashlaymiz. Yaxshigina yedirdim, lekin to'g'risini aytganimda. Do'stlar, agar menga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, silka описаниеda turibdi desam olgan bo'laman. Mana voy jilib. Jonimiz to'ydirib olamiz. Men bot emasman, shunchaki mana bular ikki tomondan pisdi. Davay kelinglar, ikkalangni ham yo'yman, bittasi ketdi. Davay ikkalasi ham kesindi. Qo'y, mayli, mana buni ham olaylik. Buni borligi yodimdan ham chiqmagan edi. Davay. Bir joyda tursangchi, buncha bula. Mana senga mana ko'tidan beramiz mana. Buni o'yjalib. Chiqavordi-yu bu. Davay kallasidan to'g'ri beramiz. Ana u naynoyam. Anak. Ana bilaman voy jelib. Qatdan otdi bu. Mana senga. Davay. Kellaring davay. Yedirdim. Bu yerda qolmadi. Bular o'zi bilaman. Juda latta bular. Yo'q, короче. To'xta. Bu nima? Sniper ruski. Sniper. Davay. Albatta, qizlanib turib o'taman. Davay. O'ldi. O'ldi, bu yerda hech kim qolmadi. Desam, o'yin boshlandi-yu. O'zi menda 17 ta odam o'lgan. Shuni 30 qilmaguncha videoni to'xtatmayman.
Sniper ustida. Qo'rqaman. Mana senga. Do'stlar, vahima bor. Mana boshladik. Nimaga poyagina botga o'xshab bo'lib qolding deganda, men unda botga o'xshab bo'lmagandim, faqat mana buni bilmagandim, mana bu kelishini. Davay. Ana bu kim bu? Давай. Otamiz, voy. Voy. Qoch. Bu seni pochang kelyapti desam degan bo'laman. Biroz qo'rqib ketdim. Kimdir borsin u yoqqa. Bormasligini qaranglar buni. Bunchalatda bile yarashmaydi bu. Boru. Qatta yuribdi ekan ana u odam. Bu odam nima bo'lsa ham snayperda bo'lmasin. Voy, jelyap. Mana senga. Bu nima yana? Rob notayotib menga. Mana senga. Voyjalab. Ha. Chuchudan beryapmiz. Bizning bratskamiz yo'q ekan-ku. Davay. Bitta joyda tursang-chi. Seni o'ldirmasdan ketmayman. Davay bo'ldi. Bilasizlarmi, mendan chaqqoni yo'q. Albatta sizlar ham kanalga obuna bo'lsanglar. Poyagina nimaga kesdim desalaring, chunki bu yerda kesganimning sababi, chunki bu yerda men botlarga o'xshab bo'lib qolganimda o'shanga aytdim. Ana bu yerda yuribdi. O'shanga biroz meni bot deb kommentariyada yozmasliklaringiz uchun kesdim u joyini. Yo'qsa kesmasdim. Bitta joyda turmaydi-da bular otganda. Endi nima ham qilasizlar, to'g'rimi? Botga bular. Davay, mana senga. O'ldimi u? Yo'q, o'lmabdi. Davay, mana bu yerdan chiqib boramiz desam. Hazillashuvdim, faqat chaqirish uchun-da, bular chiqmaydi faqat. Mana senga. Bo'ldi, tinchidi. Vallahi tinchidi. Mana senga 37 ta bo'pti. Video necha minutlik bo'pti ekan. Mayli do'stlar, hech bo'lmaganda sizlar uchun men qaramabman. Sizlar bunga qaragan bo'lishlaring mana senga. Davay suramiz tepadan otib qo'yishi mumkin bular. Ular PUBG'ni ko'p o'ynagan, men kontrga kirib PUBG o'ynab o'tirsa bo'lmaydimi? Bular ham bitta kontr o'ynashni bilaman. Davay, hali ham chiqibman. Do'stlar, sizlarda nimaga bunaqa do'stlar, Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalimni kommentariyada aytib qo'yaman. Hali do'stlar, Telegram kanalim yo'q, faqat ochganimdan keyin aytaman. Bular ham bitta. Mana senga. Davay, yana uni otishimiz kerak. Yaxshi, mana bunga qaranglar, o'pishib ketganni.
Bilmaymi bular 47 ta bo'pti, video necha minutlik bo'pti. Mayli do'stlar, bo'pti. Keyingi videolarda uchrashamiz degan umiddaman. Kanalga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, prosmotrlar ham yig'averinglar iltimos, chunki meni kanalimda juda ham kam odam ko'rar ekan. Shunga men aytyapman. Hech bo'lmaganda shu kanalni 1000 ta qilib beringlar, shundan xursand bo'lardim. Iltimos do'stlar, shuni. Bo'ldi. Bo'pti do'stlar. Xayr.